Xitoyga kelgandan keyin bu yerda qonuniy qolishga harakat qildim. Buning uchun firma ochishim kerak. Firma ochish uchun $5000 приблизительно ketar ekan, oshig'i bilan plus minus. Mayli dedim, firmaga topshirdim, firma ochishga. Endi bu firma juda uzoq muddatda bo'lar ekan, 1,5 oy deyishdi, lekin ancha cho'zilib qoldi. Bu hujjat tayyor bo'lgandan keyin turmush o'rtog'im bemalol yuradi bu yerda va farzandimga ham ancha qulaylik bo'ladi. Endi u bitgancha, hujjatlar bitgancha bekor yurmayman-ku. Oshchi pul menga xalaqit qilmaydi. Qimillab yurgan odamman, bilasizlar. Zavoddan yuk chiqarardim. To'xta dedimda, reski bayerlikka o'tib ketdim. To'g'ri reklama qildim, zo'r keta boshladi. Bir oyda qancha topdingiz deb juda ko'pchilik qiziqib qolishi mumkin. Birinchi oyi 50 million pul topdim o'zbek puliga. Расход ham katta qildim, no opit bo'ldi, xatoliklar ham bo'ldi, plus minuslarim bo'ldi. Zato o'zimni ancha tushuncham bo'ldi bu yerga. Menga hech qachon opit xalaqit qilmaydi. Opit bo'ldi, juda ham kuchli.